Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Men sizning ekspert maslahatchingizman va bugun men siz bilan hayotiy muhim bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa 1970-yilgacha tug'ilgan har bir fuqaro uchun dolzarbdir. Agar siz aprel oyida davlat tomonidan sizga ajratilgan pul mablag'lari o'z vaqtida va muammosiz kelib tushishini istasangiz, men aytadigan har bir so'zga diqqat qiling. Bu video sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, bu videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki bu ma'lumotni ko'pchilik bilishi shart. Muammoning mohiyati shundaki, so'nggi yillarda ijtimoiy to'lovlar, pensiyalar va nafaqalarni amalga oshirish tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Ilgari ko'pchilik pensiya va nafaqalarni pochta bo'limlari orqali naqd pul shaklida olardi yoki ba'zi hollarda banklar kassalaridan shaxsan borib yechib olardi. Bu jarayon ko'pincha uzun navbatlar, qog'ozbozlik va noqulayliklar bilan bog'liq edi. Har bir to'lovning kelib tushishini kuzatish, hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish ko'pchilik uchun murakkablik tug'dirardi. Ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar uchun bu og'irlik qilardi. Ma'lumotlar turli idoralar o'rtasida tarqoq holda saqlanar edi. Bu esa ma'lumotlar bazalarida nomuvofiqliklarga va xatolarga olib kelishi mumkin edi. Pensiya jamg'armasi mahallalar, banklar va boshqa ijtimoiy himoya tashkilotlarining ma'lumotlari har doim ham to'liq sinxronlashmaydi. Bu esa bir fuqaroning turli ma'lumotlari turli joylarda saqlanishiga sabab bo'lardi. Bu esa kelajakda to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin edi. Ammo bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish, xususan pensiya va nafaqa to'lovlarini to'liq raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Endilikda barcha turdagi ijtimoiy to'lovlar, xususan pensiyalar asosan bank kartalari orqali naqd pulsiz shaklda amalga oshirilmoqda. Bu nafaqat qulaylikni oshiradi, balki to'lovlar shaffofligini ta'minlaydi va korrupsiyaning oldini oladi. Lekin eng muhimi, davlat ijtimoiy xizmatlar reyestri yoki pensiya jamg'armasining markazlashgan axborot tizimi degan yagona ma'lumotlar bazasi yaratildi va unga barcha fuqarolar haqidagi tegishli ma'lumotlar jamlanmoqda. Bu tizim sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, yashash manzilingizni, bank rekvizitlaringizni va eng muhimi pensiya yoki nafaqa olish huquqingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni bir joyga to'playdi. Bu yangi tartib ayniqsa 1970-yilgacha tug'ilgan fuqarolar uchun joriy yilning aprel oyidan boshlab muhim bo'lgan maxsus ijtimoiy to'lovlar yoki oshirilgan pensiyalarni o'z vaqtida olish uchun ma'lumotlarning to'liq va to'g'riligini ta'minlashni talab etadi. Ya'ni agar sizning ma'lumotlaringiz ushbu yagona davlat reyestrida yangilanmagan yoki noto'g'ri bo'lsa, aprel oyida kutilayotgan pul mablag'lari sizga yetib kelmasligi yoki kechikishi mumkin. Bu jiddiy o'zgarish, chunki endi eski qog'oz ma'lumotlar bazalariga asoslanishdan voz kechilgan. To'lovlar endi faqatgina ushbu markazlashgan raqamli tizimdagi ma'lumotlarga qarab amalga oshiriladi. Keling, bu jarayonni yanada batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bu yerda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan bir nechta muhim jihatlar bor. Birinchidan, kimlar xavotirlanishi kerak? Bank kartasi muddati tugagan yoki tugash arafasida turgan fuqarolar. Sizning bank kartangizning amal qilish muddati bor. Ko'pchilik o'zining bank kartasini tekshirmaydi va uning muddati tugashiga e'tibor bermaydi. Agar sizning kartangiz muddati o'tgan bo'lsa yoki aprel oyida muddati tugaydigan bo'lsa, bank sizga pul o'tkazishni amalga oshira olmaydi. Pul sizning hisobingizga kelib tushsa ham uni kartadan yechib olish yoki ishlatish imkoni bo'lmaydi. Misolbek Dilfuza opa 1965 yilda tug'ilgan. Dilfuza opa uzoq yillar davomida pensiyasini pochta bo'limidan naqd shaklda olib kelgan. Bir necha oy oldin u bankda plastik karta ochdi. Ammo bu karta ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga taqdim etmadi. U aprel oyida pul kartasiga tushadi deb o'yladi. Afsuski, uning bank karta ma'lumotlari davlat reyestriga kiritilmagani uchun aprel oyidagi to'lov unga yetib kelmaydi. Chunki davlat reyestrida u hali ham naqd pul oluvchi sifatida qayd etilgan. Endi u pensiya jamg'armasiga borib o'zining bank kartasi rekvizitlarini taqdim etishi va ma'lumotlarni yangilashi shart. Yaqinda bankini o'zgartirgan, lekin tegishli idoralarga bu haqda xabar bermagan fuqarolar.
Asosiy ba'zida odamlar qulaylik sababli boshqa bankning xizmatlaridan foydalanishni afzal ko'rishadi va eski bankdagi hisobini yopib, yangi bankda karta ochishadi. Lekin pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limi hali ham sizning eski bank hisob raqamingizni qayd etgan bo'lishi mumkin. Misol 2 Akmal aka 1978 yilda tug'ilgan. Akmal aka o'z pensiyasini X bank kartasiga olar edi. Mart oyida u Y bankda yangi qulayroq karta ochdi va X bankdagi hisobini yopib, Y bank kartasiga pul tushishini kutdi. Ammo u pensiya jamg'armasiga yangi karta ma'lumotlari haqida xabar bermadi. Natijada aprel oyida pensiyasi eski, endi mavjud bo'lmagan X bank hisobiga o'tkaziladi va pul qaytariladi. Akmal aka pensiyasini olish uchun pensiya jamg'armasiga borib, yangi karta ma'lumotlarini taqdim etish kerak bo'ladi. 30. Hali ham naqd pulda pensiya yoki nafaqa oluvchi fuqarolar, lekin endi faqat kartaga o'tish talab qilinayotgan bo'lsa, agar siz hali ham eski tizim bo'yicha naqd pulda olsangiz, lekin yangi tartibga ko'ra barcha to'lovlar faqat bank kartalari orqali amalga oshirilishi belgilangan bo'lsa, siz zudlik bilan bank kartasi ochib, uning ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz kerak. Misol 3. Gulnora xola 1966 yilda tug'ilgan. Gulnora xola uzoq vaqtdan beri pensiyasini mahallasidagi pochta bo'limidan naqd shaxta olib kelardi. U zamonaviy texnologiyalarga unchalik qiziqmagani uchun bank kartasi ochishga shoshilmadi. Biroq aprel oyidan boshlab uning toifasidagi barcha pensiyalar bank kartalariga o'tkazilishi haqida yangi qaror qabul qilindi. Agar Gulnora xola aprelgacha bank kartasini ochib, uning rekvizitlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, uning aprel oyidagi pensiyasi ushlab qo'linadi. Shaxsiy ma'lumotlarida pasport, familiya, ism, sharif, tug'ilgan sana nomuvofiqliklar bo'lgan fuqarolar. Davlat reyestri bir nechta ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni birlashtiradi. Agar sizning pasportingizdagi ma'lumotlar tug'ilganlik haqidagi guvohnomangiz, nikoh qayd etish guvohnomangizdagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bilan farq qilsa, bu sizning to'lovingizni kechiktirishi yoki butunlay bloklab qo'yishi mumkin. Masalan, turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin barcha hujjatlarni to'liq yangilashga ulgurmagan ayollar. Rustam aka 1960 yilda tug'ilgan. Rustam aka pensiyasini muntazam ravishda kartasiga olardi. Ammo uning eski pasportida otasining ismi Muhammad o'g'li deb yozilgan bo'lsa, yangi GSSHIR tizimida uning ismi Muhammadovich deb avtomatik ravishda o'zgartirilgan. Bu kichik farq. Yangi davlat reyestrida ma'lumotlar nomuvofiqligini keltirib chiqarishi mumkin. Natijada tizim uni ikki xil shaxs sifatida qabul qilishi va to'lovni tasdiqlamasligi mumkin. 5. Yashash manzilini o'zgartirgan. Lekin bu haqda tegishli idoralarga xabar bermagan fuqarolar. Agar siz bir tuman yoki shahardan boshqasiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz va propiskangizni yangilagan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasi yoki davlat ijtimoiy xizmatlar reyestrida aks etganiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Misol 5. Saodat opa 1963 yilda tug'ilgan. Saodat opa viloyatning bir tumanidan boshqa tumaniga ko'chib o'tdi va propiskasini yangiladi. U o'zining bank kartasiga pensiya olardi va hech qanday muammo bo'lmasligiga ishonch komil edi. Biroq yangi tizimda har bir tuman va shahar pensiya jamg'armasining o'z hududiy reyestrlari mavjud. Agar uning yangi manzili va tegishli pensiya jamg'armasiga ma'lumotlar o'tkazilmagan bo'lsa, to'lovlar kechikishi mumkin. 6. Hech qachon bank kartasi ochmagan va hanuzgacha pensiya olishda qiynalgan fuqarolar. Ular uchun hammasi avtomatik tarzda bo'ladi deb o'ylash xato. Ikkinchidan, kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Agar siz muntazam ravishda o'z bank kartangizga pensiya yoki nafaqa olsangiz, kartangizning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, yaqinda pasportingizni yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni o'zgartirmagan bo'lsangiz va yashash manzilingiz doimiy bo'lsa, ehtimol sizda jiddiy muammolar bo'lmaydi. Ammo shunga qaramay, har ehtimolga qarshi baribir bir marta tekshirib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Sababi davlat reyestri yangi tizim bo'lib, unga ma'lumotlar turli manbalardan jamlanadi va ba'zida kutilmagan nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkin. Keling, raqamlar bilan misol keltiraylik. Tasavvur qiling, sizning aprel oyida kutilayotgan pensiya yoki nafaqangizning miqdori 1200 ming so'mni tashkil etadi. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan muammolardan biriga duch kelsangiz, bu pul sizga o'z vaqtida kelmasligi mumkin. O'rtacha 1,2 million so'm bir oy davomida uy xo'jaligining asosiy ehtiyojlarini qoplashi mumkin bo'lgan mablag'dir. Oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal to'lovlar.
dori darmonlar va transport xarajatlari. Agar bu mablag' kechikib qolsa, sizning oilangizda kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa stress, ruhiy tushkunlik va sog'lik bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Pulni olish uchun bankka, pensiya jamg'armasiga qayta borish, navbatda turish keksa yoshdagi fuqarolar uchun og'irlik qilishi tabiiy. Shuning uchun bu ogohlantiruvga jiddiy e'tibor qaratish kerak. Endi esa istisno holatlarni, kutilmagan qiyinchiliklarni va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni ko'rib chiqamiz. Istisnolar va kutilmagan qiyinchiliklar. 1. Vasiylik yoki homiylikda bo'lgan fuqarolar. Agar pensiya oluvchi shaxsning vasiysi yoki homiysi bo'lsa, to'lovlar odatda vasiyning hisob raqamiga o'tkaziladi. Bu holatda vasiy o'zining bank kartasi ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlarining davlat reyestrida to'g'ri qayd etilganligiga ishonch hosil qilish kerak. O'zgarishlar faqat vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar asosida amalga oshiriladi. 2. Uzoq joylarda yashovchi yoki jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar. Hukumat bu toifadagi fuqarolarga qulaylik yaratishga intilsa-da, ba'zan internetga ulanish imkoniyati cheklangan yoki jismoniy jihatdan pensiya jamg'armasiga bora olmaydiganlar uchun muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda mahalla faollari yoki ijtimoiy xodimlar yordam berishi mumkin. Ammo yakuniy javobgarlik baribir fuqaroning o'zida qoladi. Xorijiy davlatlardan pensiya oluvchilar. Agar siz ham O'zbekiston ham boshqa bir davlatdan pensiya olsangiz, bu O'zbekistondagi to'lovlar bilan bog'liq ma'lumotlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Ammo bu holatda ham mahalliy reyestrdagi ma'lumotlaringizning dolzarligini tekshirish muhimdir. Ba'zida bu turdagi murakkab pensiya hisob-kitoblarida ma'lumotlar almashinuvi kechikishi mumkin. 4. Qo'shaloq fuqarolik yoki familiyalardagi nomuvofiqliklar. Astarus ba'zi fuqarolarning pasportida familiyasi eski qoidalar bo'yicha Mirzayev bo'lib, lekin tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida Mirzo o'g'li deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bu kabi kichik nomuvofiqliklar avtomatlashtirilgan tizimlar uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Tizim bunday shaxslarni ikki xil odam deb hisoblab to'lovlarni bloklashi mumkin. Kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlar. 1. Firibgarlar tuzog'i. Yangi tizimlar va ma'lumotlarni yangilashga oid xabarlar firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, PIN kodini yoki SMS kodlarini telefon orqali begona shaxslarga aytmang. Davlat idoralari yoki bank xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing va tegishli idoraga, bank yoki ichki ishlar organlariga xabar bering. Avtomatik yangilanishlarga ishonish. Ko'pchilik bank kartasining muddati tugasa, bank avtomatik tarzda yangi kartani jo'natadi deb o'ylaydi. Yoki pasportingizni yangilasangiz, barcha davlat idoralarida ma'lumotlar avtomatik yangilanadi deb hisoblaydi. Bu har doim ham shunday emas. Sizning shaxsan o'zingiz yoki yaqinlaringiz orqali ma'lumotlarning yangilanishini nazorat qilishingiz zarur. Moliya vositachilariga haddan tashqari ishonish. Ba'zi hollarda odamlar o'z pensiyalarini olish uchun xususiy vositachilarga murojaat qilishadi. Bu xavfli amaliyot bo'lishi mumkin. Chunki siz shaxsiy ma'lumotlaringizni uchinchi shaxslarga ishonib topshirasiz. Eng to'g'ri yo'l bevosita davlat idoralariga murojaat qilishdir. 4. SMS xabarlarga e'tiborsizlik. Banklar yoki davlat xizmatlari sizga ba'zan muhim ogohlantiruvchi SMS xabarlar yuborishi mumkin. Ularni o'qimasdan yoki tushunmasdan e'tiborsiz qoldirmang. Ular orasida kartaning muddati tugashiga, ma'lumotlaringizda nomuvofiqliklarga oid muhim xabarlar bo'lishi mumkin. 5. Davlat reyestrining murakkabligi. Davlat reyestri bu faqat birgina markaziy baza degani emas, u turli davlat idoralari pasport bo'limi. FHDYga fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish. Mahalla qo'mitalari, soliq idorasi, kadastr va boshqalar ma'lumotlarni birlashtiruvchi yagona tizimdir. Agar sizning ma'lumotlaringizda ushbu idoralarning birortasida nomuvofiqlik bo'lsa, bu davlat reyestridagi umumiy holatga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ism sharifingiz pasportda bir xil, lekin FHDYga ro'yxatida sal boshqacharoq yozilgan bo'lishi mumkin. Bu kabi arzimas ko'rinadigan tafovutlar to'lovlarni bloklashga sabab bo'lishi mumkin. 6. Ishonchli vakil orqali harakat qilish. Agar fuqaroning o'zi shaxsan borish imkoniga ega bo'lmasa, uning ishonchli vakili qarindosh. Farzand tegishli ishonchnoma bilan uning nomidan harakat qilishi mumkin. Ishonchnomani notarius orqali rasmiylashtirish shart. Bu ham o'ziga xos tartib qoidalarini talab qiladi.
7. Bank kartasi bo'lmaganlar uchun qadamlar. Asturish, agar sizda umuman bank kartasi bo'lmasa, avvalo ixtiyoriy bankka murojaat qilib, pensiya yoki nafaqa olish uchun mo'ljallangan bank kartasini ochishingiz kerak. Odatda bu uchun faqat pasport talab etiladi. Keyin esa bu karta ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz shart. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerak? Amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalar. Hurmatli tomoshabinlar, sizning vaqtingizni qadrlagan holda men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Ingadam, bank kartangizni tekshiring muddati. Kartangizning old tomonida yoki orqa tomonida amal qilish muddati MMG formati yozilgan bo'ladi. Uning muddati tugamaganiga ishonch hosil qiling. Agar aprel oyida muddati tugaydigan bo'lsa, darhol yangi karta olish uchun bankka murojaat qiling. Yangi karta olish uchun bankka borishingiz, pasportingizni taqdim etishingiz va ariza yozishingiz talab qilinadi. Ba'zi banklar yangi kartani bir necha kun ichida tayyorlab beradi. Faolligi, agar kartadan uzoq vaqt foydalanmagan bo'lsangiz, u bloklanishi mumkin. Bankning mobil ilovasidan hisobingiz holatini tekshiring yoki bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Bank operatoriga bog'lanish uchun odatda telefon raqami kartaning orqa tomonida yozilgan bo'ladi. Qo'ng'iroq qilganingizda o'zingizni tanishtirishingiz va kartangizning holati haqida so'rashingiz kerak. İlk qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport, sizning familiya, ism, sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, pasport seriyasi va raqamingiz. JSHR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami. To'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingizni yaqinda almashtirgan bo'lsangiz, masalan, ID karta olgan bo'lsangiz, yangi ma'lumotlar pensiya jamg'armasida aks etganligiga ishonch hosil qiling. Yashash manzili, doimiy propiska manzilingizni tekshiring va u barcha rasmiy hujjatlarda bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda mahalla fuqarolar yig'iniga va tuman pensiya jamg'armasiga xabar berganingizga ishonch hosil qiling. Astirish 3 qadam. Davlat ijtimoiy xizmatlar reyestri yoki pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlaringizni tekshirish. Bu joyga borish uchun bir necha variant bor. Variant A, tuman shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan boring. Astirish nima olib borish kerak? O'zingizning pasportingiz yoki ID kartangiz, pensiya guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa va bank kartangizning asl nusxasini, shunchaki ana kartaning o'zini olib boring. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi xodimiga murojaat qilib, siz 1970-yilgacha tug'ilgan fuqaro sifatida aprel oyida to'lanadigan ijtimoiy to'lovlar yoki pensiya uchun o'z bank kartangiz va davlat reyestridagi ma'lumotlaringizni tekshirib, zarur bo'lsa yangilamoqchi ekanligingizni ayting. Ular sizning ma'lumotlaringizni tizimdan tekshirib, agar nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni to'g'rilashga yordam beradi. Ular sizga maxsus blanka to'ldirishni yoki tegishli ariza yozishni taklif qilishlari mumkin. Ayniqsa bank karta rekvizitlariga e'tibor qaratishlarini so'rang. Bu eng ishonchli va kafolatli yo'l hisoblanadi. Asoslan B, MyGov.uz portali orqali agar sizda elektron raqamli imzo va internetdan foydalanish ko'nikmalari bo'lsa. Nima qilish kerak? MyGov.uz saytiga kiring. Agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting va elektron raqamli imzo bilan kiring. Portalda pensiya, ijtimoiy himoya yoki mening ma'lumotlarim bo'limlarini qidiring. Ba'zi xizmatlar, masalan, pensiya ma'lumotlarini olish yoki bank rekvizitlarini tekshirish uchun alohida elektron xizmatlar mavjud bo'lishi mumkin. Orqali kirish sizga shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rish va ba'zi hollarda yangilash imkonini beradi. Biroq bank karta ma'lumotlarini yangilash uchun ko'pincha pensiya jamg'armasiga shaxsan borish talab qilinadi. Variant G. Mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Mahalla raisi yoki mahalla ijtimoiy xodimi sizga qayerga murojaat qilish kerakligi yoki qanday hujjatlar to'plash kerakligi haqida umumiy maslahat berishi mumkin. Ba'zi mahallalarda pensiya jamg'armasi bilan bevosita bog'lanish va fuqarolarga yordam berish uchun mas'ul xodimlar mavjud bo'lishi mumkin. Ular sizning arizangizni pensiya jamg'armasiga yetkazishda yordam berishi mumkin. Ammo bu to'g'ridan-to'g'ri yo'l emas va kechikishlar bo'lishi mumkin. Qanday ariza yozish kerak? Agar kerak bo'lsa, agar sizdan ariza yozish so'ralsa, quyidagi matnni asos qilib olishingiz mumkin. Tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'iga familiya, ism, sharifdan yashash manzili, telefon raqami, ariza men, familiya, ism, sharif, tug'ilgan sanada tug'ilgan fuqaro sifatida.
1970 yilgacha tug'ilgan fuqarolar uchun joriy etilgan yangi tartib bo'yicha aprel oyida to'lanadigan ijtimoiy to'lovlarimni yoki pensiyamni o'z vaqtida va muammosiz olish maqsadida pensiya jamg'armasi axborot tizimi va davlat ijtimoiy xizmatlar reyestridagi shaxsiy ma'lumotlarim hamda bank kartam rekvizitlarimni tekshirib, zarur bo'lsa yangilab berishingizni so'rayman. Hozirgi bank kartam ma'lumotlari bank nomi, karta raqami, 16 xonali karta raqami, pasportim nusxasi va bank kartam ilova qilinadi. Hurmat bilan. İmzo sana bu ariza namunasi sizga pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqotda aniq va tushunarli bo'lishingizga yordam beradi. Qadrli do'stlar, esda tutingki, bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan muhim masala. Aprel oyi yaqinlashmoqda va vaqt cheklangan. Barcha zarur choralarni ko'rish uchun hozirroq harakatni boshlang. Bir marta borib ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish keyinroq pul kelmasligi natijasida yuzaga keladigan muammolardan ko'ra ancha osonroq. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video boshqa insonlarga ham foydali bo'lishi uchun unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarimizda ham siz bilan muhim va dolzarb masalalar haqida gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va doimo sog' salomat bo'ling.